ilonni o'zingizga o'rgatishga qanchadir vaqt kerak bo'ldimi yoki sahnani o'zida tanishib o'sha joyda til topishdingizlar? Men ilon konsertga yarim soat qolganda keldi. Vaqtimiz bo'lmadi umuman. Ana o'sha sahnada ushladim ilon. Umuman yomon ko'raman, unaqa hasharotlarni yomon ko'raman, juda yomon ko'raman. Etlarim jizillab ketadi. Endi bo'lib ham hasharot emas, bu ilon u. Piton katta. Juda yomon ko'raman, lekin ana nima deydi? O'sha boy aytdim-ku, egasidan so'rasam, siz hech kim qo'rqitib yorsangiz yo mahkam ushlab olsangiz, u tishlab oladi, lekin o'lmaysiz dedi. Lekin o'lmaysiz. Bizga o'lish emas, tishlash kerak emas. Yo, ana u ilonni o'sha yerda, aka, o'sha yerda nima bo'lsa bo'ldi, qarochi dedimda, naski dedim, o'sha ilon turibdi. Bo'ldi, olmasam bo'lmaydi uni. Aka, men o'sha buni qilaman deb qo'yganman. Qaytmayman, qarochi. Qildim, shuni oldim. O'sha bitta joyda qo'rqdim, ilon shunda mana shu deb o'tdi. O'sha yerda qo'rqdim. Mana shu ishlab olishdan qo'rqdim. No, zavqli, qanaqadir boshqacha.